Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otabek aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Bezovta qilmadimmi akajon? Yo'q. Siz bilan tabriklar loyihasidan bog'lanib turibman. Ha, Bugungi katta ayyomingiz yaxshimisiz, muborak charchamaysizmi? bo'lsin. Alhamdulillah, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Bezovta qilmadikmi akajon? Yo'q. Bizning loyihamizga siz uchun maxsus bir dalilnomalar kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu omonat tabriklarni sizga kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Ha, unimi meni uyda menimcha ayolim, keyin ikkita tilla qizim bor. Ana shular bo'lsa kerak menimcha. Albatta, mashalloh. Agar birozgina qimmatli vaqtingizni men uchun armug'on aylasangiz, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshittirsam. Mayli, Xudo xolasa eshitamiz. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz va qadrli bo'lgan farzandlarim, ishongani va suyanchig'i bo'lgan azizim Otabek aka. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim shuki, Alloh sizga uzoq umr, barakali rizq va ko'nglingizdagidek hayotni in'om qilsin. Har doim yuzingizda kulgu, qalbingizda iliqlik bo'lsin. Menga bergan mehringiz va farzandlarimizga berayotgan mehr va tarbiyangiz uchun sizdan juda minnatdorman. Azizim, siz bilan hayotimiz mazmunli, xonadonimiz esa fayzlidir. Biz uchun qilayotgan mehnatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hayotda shunday yashaylik, baxtlar baxtimizga havas qilgudek bo'lsin. Doimo biz uchun o'zingizni ehtiyot qilib, asrab-avaylab yuring. Bugungi ayyomingiz siz uchun ham, biz uchun ham qutlug' bo'lsin. Siz borsiz quyoshdek charaqlayman. Qarang, olmos kabi yaraqlayman, baxtim sahifasini varaqlayman. Yaxshiyam baxtimga borsiz sultonim deya ayni damda sizni bu iliq dilnomalar bilan tabriklayotgan inson suyukli mehribon rafiqangiz Nasibaxon opa hamda bir-biridan shirin farzandlaringiz Diyoraxon, O'g'layxon, Firdavsbek hamda Shahriyorbeklar qutlamoqdalar. Salomat bo'lsin, katta rahmat. Siz ham salomat. Juda xursand bo'ldim. Men kutmagandim uni juda chiroyli bo'ldi. Siz xursand bo'lganingizdan biz ham xursandmiz. Sizning ham oilangizga, farzandlaringizga, qolaversa suyukli rafiqangizga ikki og'iz shirin so'zlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Men nima ham derdim endi? Birinchi o'rinda hammasi sog' salomat bo'lsin. Alloh panohida asrasin o'zi, Alloh. Ilohim. Mana shu ayolim bilan Xudo xolasa iymonli, insobli bo'lib, yaxshigina uzoq umr birga sog' salomat yashaylik. Mana shu farzandlarim hammasi o'qimishli bo'lsin, kasb hunarli bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Shuning bari menga shularning boyligi shuda meni. Albatta, Otabek aka. Juda chiroyli ta'rifladingiz. Otabek aka, sizga va oilangizga tinchlik, xotirjamlik, chiroyli baxt tilab qolaman. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, biz uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbatlashganingiz uchun sizdan minnatdormiz deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling, Allohga omonatsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling, umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling, umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Allo, assalomu alaykum.